Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bu ko'rsatuvni ko'ryapsizlar. Demak, eng qadrdon, eng mehribon muxlislar. Yana bir bor salom beramiz. Bugun biz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Yangiqo'rg'on shaharchasini o'sha o'zining ovozi bilan, askiyasi bilan, qo'shig'i bilan butun O'rta Osiyoni zabt etgan O'zbekiston xalq hofizi Rasul Qorim Mamadaliyevni shunday uylarning oldiga bog'damiz. Nuroniylar bog'ida ko'rsatib olib boryapmiz. Muhtaram prezidentimiz Rasul Qorim Mamadaliyevni do'stlik ordeni bilan mukofotlashdi. Bu san'atga, san'atkorlarga bo'lgan e'tibor. Men garchi o'zim Uchko'payda tug'ilgan bo'lsam ham, mana shu Yangiqo'rg'onda qadr topdim. Askiyani o'rgandim. O'sha eldi ichida bo'ldik. Bahodirjon Shokirov ham, Abdulla Akbarov ham mana shu yurtni farzandi deb o'qiganmiz. Mana muhtaram prezidentimiz 222-qaror bilan askiyachi va qiziqchilikni yanada rivojlantirish to'g'risida qaror chiqarishgan. Shu qaror asosida ishimizni olib boryapmiz. Muhtaram prezidentimizni Farg'ona viloyatiga tashriflarda biz askiyachilarga juda katta imkoniyat berishdi. Biz askiyachilarga mashinalar berishib, prezident sovg'asi yozilgan. O'sha kuni kechqurun Marg'ilonda aylanib xalqimizga ko'rsatdik. Mana bizga, askiyachilarga san'atga bo'lgan e'tibor. Qolaversa, muhtaram yurtboshimizning qarorlari bilan juda ko'plab san'at darg'alari, ijodkorlar mukofotlandi. Men baxtli san'atkorman. Ushbu mukofotlarda taginda mehnat turadi, mas'uliyat turadi. Shu olingan mas'uliyat tufayli maktablarda, bog'chalarda juda katta to'garaklar tashkil etyapmiz. O'quvchilarda askiyaga bo'lgan qiziqishini natijasini ko'ryapmiz. Men bu narsadan xursandman. Qayerda bir sharoit bo'lsa, bir muhit bo'lsa, o'sha yerda san'at, adabiyot rivojlanadi. Xuddi shu narsa shu yerda bor, Yangiqo'rg'onda bor. Shuni kelamiz, mana o'zlaring ham guvoh bo'lasizlar, askiya eshitib, qo'shiq eshitib, maza qilasizlar. Baxt, omad hamisha yor bo'lsin. Kim kuladi? Osmoni musaffo, dasturxoni but, xalqparvar prezidenti bor yurt kuladi. Demak, 100% kulishga haqqimiz bor. Kulinglar do'stlar, umringiz uzoq bo'ladi degan Yusufjon qiziq Shakarjon. Marhamat. Ajoyib davrada, ajoyib joyda, ajoyib ob-havoda yaxshi o'tirishda o'tiribmiz. Tomoshabinlar qiziqayotgan bo'lish kerak. Bu qanday joy, qanaqa maskan? Bu Bo'yda tumani nuroniylar va yoshlar maskani deb ataladigan bir ajoyib dam oladigan joyimiz. Bu yurtimizda, butun respublikamizda bo'lgandek, yurtimizda shu nuroniylarga, keksalarga, umuman xalqimizga ko'rsatilayotgan g'amxo'rlik, ularda hayotdan rozi bo'lib yashashi uchun, yaxshi dam olib, yaxshi hayot kechirishlari uchun ko'rsatilayotgan g'amxo'rliklarning bitta namunasi sifatida qurib berilgan yoshlar va keksalar uchun maskan. Bu joyda bunaqangi ba'zimlarda chiroyli nima o'yin kulgularda bo'lishi bu nima emas. Odatiy hol, hech qanaqangi yangilik yo bir ajablanarli narsa emas. Sababi mana shu biz o'tirgan joy mana Rasul Qorim aka butun O'zbekistongagina emas, butun Markaziy Osiyoga mashhur bo'lgan kuchli hofiz Rasul Qorim Mamadaliyevni uyini yonidagi, aytish mumkinki, Chorbog'dagi bir bog'. Bu yerda qadim-qadimdan ana shu hofizimiz orqasidan u kishini yo'qlab kelgan juda ko'p
taniqli insonlar, hatto o'sha akademiklar Muhammadjon O'rozboyev, akademik Muhammadjon Mirzajonov, Mirzaliyev, akademik shoirlar G'ofur G'ulom, hokazo juda mashhur odamlar, hofizlar, Orifxon Hatamov, Orif Al-Mahsumov, umuman mashhur odamlarning qadami juda ko'p tekkan. Mana shu ajoyib maskanda o'tiribmiz. Aytish mumkinki, o'sha mashhur hofiz Rasul Qori Mamadaliyevni zurriyotlari, ma'naviy ma'nodagi zurriyotlar deb atash mumkin. Mana bu yerdalik har xil soha, ham san'at, ham badiiy havaskorlik, ham she'riyat, ham adabiyot muxlislari to'plangan bu yerda. Bunaqangi ba'zi o'tirishlar tez bo'lib turadi. Bu birorta odamning to'yi yo bir tantana yo bir davlat tadbiri emas, oddiy bir shu enshi guruhi deb ataladigan bir guruhda gap, navbatdagi gap o'tirishlarda o'tiribmiz. Bizda har bir o'tirishimiz mana shunaqangi tantana, o'yin kulgi, ilmiy suhbatlar, she'riyat, badiiy havaskorlik, boshqa nimalar bilan o'tadi. Buni hamma havas qilib, atrof janubdan kelib qo'shilgan birodarlarimiz ham ko'p. Endi hozir bu yerda qatnashib turganlarning nomlarini birma-bir aytsam, ro'yxat o'qiganga o'xshab zerikarli chiqadi. Ana ko'rsatuv davomida, eshittirish davomida, gaplar davomida ularga ko'rib baho berish mumkin. Aytmoqchi bo'lgan gapim, mana shunaqangi chiroyli, yaxshi o'tirishlar kimlarga yarashadi? Birinchidan, yurt tinch bo'lsa, xalq hayotidan rozi bo'lsa, qorin to'q bo'lsa, yurtboshi odil bo'lsa, mana shunaqangi joylarga, mana shunaqangi o'tirishlar yarashadi. Xudoga ming qatla shukrlar bo'lsinki, mana shu sabablar hammasi bor. Bizning yurtimizda xalqimiz olib borilayotgan yangiliklar, islohotlardan hammasidan xursand, mamnun. Yana bir xursand bo'lgan jihatimiz, yaqinda bir hafta 10 kun bo'lgan yo'q, muhtaram yurtboshimiz tomonidan shu yurtimizda san'atini dunyoga tanitib ketgan bobomiz Rasul Qori bobo Mamadaliyevni vafotidan keyin 50 yil o'tgandan keyin u kishini xalqlar do'stligi ordeni bilan taqdirladi va davlat rahbarlaridan, eng katta rahbarlardan bir kishi kelib, uni tantanali ravishda topshirib ketdi. Bu hammamizni quvontiradi, sevintiradi. Men aytmoqchimanki, mana shu tinchlik doim bor bo'lsin. Mana shu mamnunlik, bir-birimizga bo'lgan mehr muhabbatimiz ziyoda bo'lsin. O'tirishlarimiz bardavom bo'lsin. Bizni havas qilganlar bizga kelib qo'shilsin. Ana shu do'stlarimiz bardavom bo'lsin. Hozirgi bizga xizmat ko'rsatayotgan san'atkorlarimiz, ayniqsa mana Jo'raqo'zi hofiz tomonidan ijro etildi ajoyib qo'shiqlar. Ularga ilohim ijodlariga yana Xudo baraka bersin, tanlari sihat bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Qorbo'ni ko'rganlar o'tirishib ketdi. Birga suhbatlashganlar o'tiribdi. Birga kerak bo'lsa yo'llarda o'tirib suhbat qilgan inson o'tiribdi. Bu oson emas, hammaga ham emas. Omadini bersin. Qani burga aytdiki, ikkinchi o'g'lim harbiy bo'lmoqchiman. Shunday ekanman. Meniki milisiya bo'lgan, akademiya bitirgan. Havas qilganman dedi, havas qilgan. Nasrda choy bo'lmaydi. Borib chiqib borib, choy yo'q. Maktabga topshirib keldik. Bor o'ladi. Mana. Rahmat. Harakat bo'ldi, bolaning o'zida bor edi. Mana hozir polkovnik, chegara qo'shinlarida. Mana Allohning uyga borib keldi. Kelishiga bitta chiroyli mashinani mindirib qo'ydi. İşte o'sha odamlar Qashqadaryoda. Mana bu yerga kelib shunaqa.
Tongda gulshan bergiga shabnam g'animat do'stlar. Baxtimiz dehqoniga ko'klam g'animat do'stlar. Ko'rsangiz 100 yil umr, siz ham g'animat do'stlar. Dam g'animat do'stlar, odam g'animat do'stlar. Bir jahon tilloni sarf etsang topilmas bir nafaslik yaxshi suhbatga bir olam teng emas. Yaxshilik bog'ida chustdi, qo'ymasin aslo horihas. Sizga biz uchun siz ham g'animat do'stlar. Men shaxsan Bag'dod tumanidan mana shu yerga nima uchun qadam ranjida qilib mana hozirgina bularga gapirib o'tirdimki, 65-hafta shular bilan birgalikda shu yerda anjumanlarda, gaplarda, shunaqangi davralarda qatnashaman. Bu yerda bir jihati borki, bu yerda san'at, madaniyat, adabiyot, askiyovozlik, qo'shiqvozlik bu yerda hammalari shu mujassam bo'lgan bir davrada tashkil etilgan. Mana bugun ba'zi bir birodarlarimiz sababli bu yerga yig'ildishdik. Mana hozirgina Sobirjon akam chiroyli gaplarni gapirib o'tib ketdi. Mana shu biz juda bir yoshimiz ulug' emas, 70dan oshganmiz, lekin Rasul Qori va Mamad Aliyevdi. Mana Kamoliddin bo'lardi. Undan tashqari mana Akram akamlardi. Hop, bu yerda juda ko'p tilga olindi. Hammalarni Muhiddin akani, Darvishevlardi. Hammalarini shu ko'zimiz bilan ko'rib, ularni bilan ham suhbat bo'lib yoki bo'lmasa ham suhbat bo'lmasak hamda ularni san'atidan deylik bahramand bo'lgan insonlarmiz. Albatta barchalarini o'tganlarni o'zi rahmatiga olgan bo'lsin. Birodarlar, o'shalarni haq hurmatiga mana shu yerda bugun mana shuncha insonlar yig'ilishib, chiroyli davralar, yaxshi suhbatlar, she'rxonlik, g'azalxonliklar bu hech qaysi insonni nafsiyatiga tegadigan masala emas. Shu bilan birgalikda men hozirgina gapirib o'tdim, men Bag'doddan havas qilib kelyapman. Mana bu yerda mana Asakadan birodarlarimiz kelishgan, Uchko'prikdan birodarlarimiz kelishgan, boshqa yurtlardan bu yerga kelib, maqsadki mana shu yerga kelib qandaydir bir jihatdan bir o'zingizga bir naf olib ketadigan masalalar bo'lganligi uchun mana shu yerga kelgimiz kelyapti. Shu yerda bir Chustdi domlamiz shu birodarchilikni, og'aynigarchilikni qo'yib yurish uchun, shularni qadr qimmatiga yetish uchun bir gapni aytib o'tib ketdi. Har kishini imtihon et, oshino bo'lmay turib. So'ngra undan ajrama, umring ado bo'lmay turib. Dori nomin olmag'ay har bir giyoham el aro, ehtiyot bo'l, obro'yingdan jido bo'lmay turib. G'or aro derlar ilon, ulg'aysa odamni yutar. Sen uni boshini yanchgin, ajdaho bo'lmay turib. Chustdi she'rin mazmunidin hamma bo'lsin bahramand, ushbu so'z ma'niga yetmas dono bo'lmay turib. Bu yerda o'tirgan o'rtoqlarimiz siz gapirsangiz tinglaydi. Ular gapirsa siz tinglagingiz keladi. Shuning uchun bir-birimizni qidirib yuribmiz. Birodarlar, birovlarning aybini ochib qo'yish hech nima emas. Birovlarni yomon ko'rsatib qo'yish hech nima emas. Lekin yaxshi ko'rsatish hammani ham qo'ldan keladigan ish emas. Birovning aybini ochmang. Yana ham kavlamang hargiz. Birov qilsa yomonlikni aning ham yodlamang hargiz. Takabburlar ishini qilmang. Yo'lingiz bog'lamang hargiz. Birov qilsa yomonlikni aning hech yodlamang hargiz. Qo'ying do'stlar, har qaysi odamdan gapirmanglar. Haqiqiy dardni bilmay, unga malhamdan gapirmanglar. Yomonni yaxshi deb har qaysi insondan gapirmanglar. Bugungi shodlikcha kechagi g'amdan gapirmanglar. Qarang, olamda bekor o'ltirishdan kim zafar topgan? Birovlar g'iybatini qaysi nodon bu aql topgan?
varaqlab o'ltirishni qaysi nodon beaql topgan, aqlsiz beodobga axloqi odobdan gapirmanglar. Birovni yangi to'ni mingan oti sizga ne darkor? Birov usti chopon bo'lsa, aningsiz yetmas or. Birov hargiz yomon bo'lsa, siz bilan menga bermasa azor, qo'ying ey do'stlar, har ikkisidan ham gapirmanglar deb mashoyixlarimiz aytib o'tib ketgan. Yana bir bor mana Mansirjon boshlig'ida bugun Mansirjonni deylik dasturxonlarda o'tiribmiz. Bularga ham Mahmudjon ekovlariga uzoq umr tilaylik. Mana shunaqangi chiroyli davlatlarda bundan da shirin boshqarishdi. Bularga omad tilaylik. Hammamiz oilalarimiz tinch, o'zimizga sog'lik, salomatlik bo'lsin. Katta rahmat. Ama Mahmudjon hijolat bo'lmang. Men garchi ko'pida farzandi bo'lsam, o'sha yerda inson tanidim, obro' otirdim. Bir oyog'im Uchko'prikda, bir oyog'im Yangiqo'rg'onda. Sizga rahmim keladi, xolos. Men orqali shu ikkala oyoq to'rtasi qiynalib ketasiz. Bir oyog'i Yangiqo'rg'onda, bir oyog'i Uchko'prikda. O'rtada men qiynalib qo'yaman. O'shancha har zaman menga ra'yingiz kelib tursin-da. Hasanjon, Buni gapirganimiz Yangiqo'rg'onda, Uchko'prikdami? O'rtada Kekirtaka qachon keladi? buni ham Masurjon, Mahmudjonni ham aniq tanishtiringda joyini aytib qo'ying. Buni biz Kenagasdan deb yuramizda. Asli bu Qo'rg'on Qashqardan. Rastakan chiroyli lutf qildilar. Kekirtaka qachon kelasiz? Kekirtaka o'rgancha yo'ldan qaytarib yordingiz, bu yuragim og'riyapti. Rastagamam juda hushyor. Ko'rangiz ketyapti deb chetdan qaytasan deydi. Nimaga desam, ketayotib o'tgandan Qo'shtepadan chiqarib olasan meni. Rastakamda Namanganga ketganiga 2 kun bo'lgan ekan. Telefon qilsak olandingiz, Sobir akamda telefonni ham olmadingiz. Keyin kirdim, sen niyorangiz chiqdi. Sizni so'rasam, oyim qishloqqa ketgan deydi. 100 marta aytaman. Qaysi qishloqda haqiqiy otlarini aytaman. O'zim nomi bor. Boshqacha aytmam. 100 marta aytaman, ko'tarma deb. Hammaga ketgan ekan dedingiz bilan Namanganga. Telefon qilib topisholmabdi. WhatsAppdan qilganiga o'zlari ko'nib qolibdi. Qayda berasiz tog'am desa, botib buket ekan deyarmish. Hammani tanishtiryapsizlar, bir ikkitasi qolib ketyapti. Masalan, Marpakamni tanimayapsizlar sizlar. Chirkaydan deb bilasizlar. Asli bu Karim qishloqdan. Siz hadi hijolat bo'laman, o'zim Uchko'prikdanman, Yangiqo'rg'onda katta bo'lganman, balamizdan Uchko'prik Yangiqo'rg'onda ko'p hijolat bo'lyapsiz. Mana Ilg'omjonlar, Bahodirjonlar videoga olishyapti. Bu o'tirishlarimiz hali butun dunyo bo'yicha tarqalsa kerak. Odamlar Qashqardagilar bilmaydi. Uchko'prik deyardi. Yangiqo'rg'ondan bitta ko'prik bo'lsa kerak deb qo'yaveradi. Xohlasa mana ashulalar boradi. Mana Masurjon mashida madaniyat uyimizda ancha ishlab, mana shu bolalarga boshchilik qilib keladi. Mana burada hurmati bor. Mana maqom ansambli, Rasul Qori Mamadaliyev nomidagi maqomchilar xalq ansambli. 1988-yil o'sha Samarqandda o'sha Registonda bo'lgan ansambl o'tirganda men muzika rahbari bo'lganman. Ana shu yerda bular dadalari bo'lgan, bular ichida G'ayratjon bormi desa, mana bor. O'sha yerda biz oliy o'rinda bo'lgan. O'shaning kelganimizdan keyin Rasul Qori Mamadaliyev nomidagi maqomchilar xalq ansambli berilgan. Ularda ovozi qanaqa deb so'rashyapti. Mana Sherali bilan bu Nurallar eng baland ovoz-ku. Ular Dovido ovozmi boshqacha aytish kerak. Shuni tanishtirib qo'ysin. Bularga Alloh sungan. O'zi aytgani yo'latda. Bularga pardani keragi yo'q. Do, re, mi, pi. Mana Razakam qo'shilsa bular bir xil bo'ladi. Alga ovoz. Lekin men haqiqatda hamma ovozim kuchli. Lekin sizdan qo'rqaman. Nimaga? Siz ovozingiz menikidan ham kuchli. Siz bilan olishinglar bo'lsa, siznikini ichida meniki yo'q bo'lib ketadi. To'g'ri aytdingiz. Maqomga yo'g'on ovozdan, mengacha ovozdan, bas ovozdan kerak. Bas, men degan jelani shu beradi. Men
mendan ko'pchilik so'rashadi. Ya, Rasakamda ovozi ham teg yoqimli, baland bas bor. Nimaga har soatda ovoz chiqarib turadi deydi. To'g'rim. Shu notani ham tushunasiz. Ha, ilgari ham notadan ancha ma'lumot olgansiz bilaman. Menda notalar nima emas-da, tushunmayman. Har aytganimda aka menga yetkazib qo'ydingiz deb. Buni farqiga bormayapsiz. Rasakamam hozir 70 o'tib, bu 80 ga qolib ketadimi odam? Bu har soatda hangrashini bilmaysiz bu. Masalan, nima? Rossiyan odammi bu? Ini natura etidan bo'lsang g'ash kelib yalli qoladi. Ma'lum aka, Rossiyani odami deyapti. Rasakamda nomiga Rossiyada shahar bor. Bor. Har ko'p. Endi har ko'p deyapsiz. Rastakamning buyuk odam. Endi nevaralar jahon maydonlarida o'ynaydi. Esingizda yo'qmi? Chernomor stadionidagi vachili eshak. Rasakamni hurmatini joyiga qo'ying, Mahmudjon. Bulardaqa davralarda ko'ring. Hamma sohadan uy muzeylari qildi, tarixda qoldi. Ilgarigi holatda hurmatini qilavering. Nazaringizga ilmay sal oqsagan ekan. Rasulakam asli yomon odam emas. Hozirgacha hammamizga yordam tegib keladi. Maslahati ham bor. Faqat bularni sukutda sindirib bor. Rastaga. Odam non ko'rmaslik kerak. Aka, niye siz bunun üstüne tirishchilik qildingiz? Komandan Rasakamdan so'radim. Bu hayotlardan juda ko'p davralar ko'rdingiz. Havasam qilganmisiz? Sen hammaga havas qilaman. Ayniqsa skuterga deydi. Nimaga aytsam bizga o'xshab beda-beda qolib ketmaydi. Ey Mahmudjon, Rasulakamman qancha tirikchilik qilib, ayda-bayda tirikchilik qilgan bo'lsak, birovga xiyonat qilib, birovga pulini urib olganimiz yo'q. Mana, savchilik ham guvoh. Endi yomon ko'rib qoldik ya. Mana bizni qayerga borib paxpocha tez turadi. Ammo qaytib orqamda qoziq sug'urib kelsan. Marpakamni ko'rib turib, sizga qarindoshligiga ishonmayapti, Mansurjon. Nimaga ko'rdasiz katta dedim, Afrikadagi bu hachiri dedim.
Haksar Aha. Kadir Dehkan Ekem Dilkeş bir azar Şair ezzem möktem Sözün sihri var Mirza Kerim Irmak Didar gezare Anam bola kargın Özün güveydeme Ha. Akla gelme girgen tüzün güveydem Anam bola kargın Özün güveydeme Akla gelme girgen tüzün güveydem Mehrimle aşirer kadamcalar yana Bunda bassam baba hep paşapırım Onlar bendik şad Sofi azizime Anam ana kalgın Özüm güveydeme Kulla gelme bilgen tüzün güveydem Akla gelme bilgen tüzün güveydem Bizlerni mamamız Bibi Veyda Barchangizni qo'llari har dam har joyda Aha. madhingni kuylayman bayram to'yda onam bilan qolgin o'zing guvaydama oqlaganman Yurtimizda festivallar, ko'rik tanlovlar, juda katta konsertlar, mana Namanganda gullar festivali bo'lyapti. Bularda hamma xalqimizni yaxshi dam olishini sharoit yaratib berayotgan, bosh qosh bo'lib turgan vazirimiz Ozodbek Ahmadovichga minnatdorchiligimizni bildirmoqchiman. San'atkorlar nomidan faxriy san'atkor sifatida yaqinda o'zlari qabul qilishdi. Nima dardingiz bor? Askarni rivojlantirish uchun nima qilish kerak degan yo'l yo'riqlarni ko'rsatishdi. Doimiy ijodiy muloqotdamiz. Qolursa yurtboshimiz har bitta davlat tadbirida askar qatnashsin degan joylari bor. Men vazirimizni jon kuyarligi, mana shunchalik bizni san'atimizni ko'rsatib, xalqqa namoyish etayotgani uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Doimo yurtimizga chiroyli bayramlar yarashsin. Askiya kechalari bo'lsin. Mana shu oyda oxirida Marg'ilonda juda katta askiya sayli o'tkazish mo'ljallanyapti. Bunda ham albatta Ozodbek Ahmadovichning hissalari bor. Chunki har bitta ishimizda, har bitta qilayotgan vazifamizda mas'uliyat bor. Bo'yindagi mas'uliyatni bajarish biz vazifamiz. Hali bu yerda to'g'risi aytdik, shoirlar, askiyachilar, san'atkorlar, eng zo'r mendan qahramonlar chiqqan yurt. Qolursa yana bitta narsa bor, Bashqir degan qishloq bor bu yerda. Bashqir. Tarifi Bashqir guruchlari bor. Qorasuvdi guruchi bor, O'zgandiki bor, Cho'ng'oraniki bor. Lekin Bashqirdagi boshqacharoq bo'ladi. Sababi chunki o'zimizni ko'zimizni oldimizda
bo'ladigan. Nima deysiz? To'g'ri. Bugungi oshtirasiz aka, O, nabay. Basqirni guruchdan qilsak. Albatta Nima yaxshi. deysiz? Juda yaxshi-da. Qaniydi endi. Albatta uzoq borma o'zganligidan, cho'ngranikidan, oqib qilgandan ko'ra o'zimizni xonaki boshqirnikini qilgan yaxshi-da. Sababi Rasul aka menimcha suvlarimizni tozaligi, musaffaligi bo'lsa kerak. Albatta. Mansurjon ham yaqinda bilib qoldi, bachqirdi guruchligini, shirinligini. Ilgari bu karisga o'rganganida aka. Ya, o'zimizga yaqindagi oqqan suvni qadriyotgan aka. Hali chet ellikka bo'lsa, jivashkan yot yelaydi deganda, Bashqirda zo'r guruchlar turibdi, qahri yo'q guruchlar to'p keladi, keyin maqtanib yuradi. Ichimga alanga kirdi deb. Endi boshda eng asosiy narsa guruch tanlab olishda, to'g'ri. Qaysi guruchga qilish, maslahat olishimiz kerak. O'tgan safar men bitta guruch ko'tarib kelsam, bu Mansurjonni nimasiga kirmadi. Nazarga tushmadi, kirmadi. Nimaga buni oshmayapsiz desam, aka bu kaltaroq ekan dedi. Demak kalta guruchcha, hali katta guruchdan ozgina elanganda o'sha kalta guruch chiqib qoladi Mansurjon. U buni didi o'tkirda buni, hamma biladi. Bu ilgaridan 0 o'rnishga o'rgangan. Kalta guruch deb chimalamat qildingiz masala ekanligini. Jamolxon akam siz tarafingizni oldi. Masala ekanlik kalta o'rganini suvga tushganda biroz cho'ziladi buniki. Masala aka. Abangizga qarab gapiring. Bu Xomijonni olgandi bu guruchni. O tepaga turgan uzun guruch so'ligancha qoladi, bir narsaga yaramaydi-ku. Mansurjon omil osh tanlab yeydi bu. Ta'bim nozik. Ta'bim nozik. Doim choyxonada qilsa ham, mana bu o'tirishlarda qilsa ham, o'zaro saqlazdiraman deydi. Hozirgi kunda hali kimni guruchi talash bo'lib bo'lgani bu reklamaga ham bog'liq bo'lib qoldi. Shu Mansurjonni guruchini reklama qilib yuribman. Bu ham hozir el ichida boshini baland ko'tarib, meniki avangar deb. Avangarda maqtab sotyapti o'zi. Bo'lmadi. Bu Jamolxonni qora qiltirg'i yo'q deydi. Hali shunaqa ovqat mahalli keladi deydi. Yana bitta narsa bor-da. O'zingni uyingda devor suyaydi deydi Anjon aka. O'zini uyda o'tirib turasizlar ekan. Men Mahmudjondan so'radim. Shohmordonda 2 osham bilan bo'ldi. Bugun qancha yedi desam, bugun ochilib turibdi. 2 erkaknikiga yeydi deyapti. Siz yoshlikka qaytdingiz. Rasuljon akamiz 2 erkakni yeydi deb. Haqiqatan topga kelganda 3 ta yigitnikini ham yegan. Hozir yoshlar o'tib qoldi, cholnikiga ham yaramayapti. Maslaka oldin guruch tanlab yuraverdik. Endi darrov boshqa o'tib ketib qolmanglar. Guruch oldi, undan keyin yog'lar bo'ladi. Mana Mansurjon haldan beri so'rayapti. Aka u yoqqa qilsang, bu yoqqa qilsang. Raslaka, haldashoq, raslaka o'rnida mana shapat yaptansa, bir kenjanikini ham yeyib. Odamlar nozik bo'lib ketdi-da. Qanaqa yoqqa qilsangiz ham, qanaqa guruchga qilsangiz ham hushyor bo'lish kerak. Hozirgacha vaqt buzib qo'yadigan bo'lsangiz, it ham yemay qo'yadi. Mansurjon, mana hozir endi oshxonaga qoldik. Rasuljondan iltimos qilamiz. Men yog'ni jizbus qilib, bir balo qilib, boqib turaman, so'ziga o'tirsin. Hali guruchda yuribmiz, guruchda. Guruch tanlayapmiz, bozorlik qilamiz yo'q. So'ziga siz chiqaramiz. Bu Mansurjon, mana Mahmudjonni guruchi mashhur bo'lib ketdi. Mansurjon. Hammani guruchiga o'xshagan guruch. O'zi guruchni oxlatga paytingizda nimasi ko'rinishi bir xil bo'ladi-da. Nima buniki yalpoq cho'ziladi desa, boshqarib olib tuydirib kelar ekan. Jamolxon, Narimjonda-chi juda qobiliyati zo'r. Zo'rmi? Zo'r. Ayniqsa xarajat qilishga. O'tgan safar ham doim shunga xarajat yuramiz. Bu so'zini ushlab ko'rib tanlab oladi. Raslaka men qo'yib qoldim. Guruch purishmay ishi yo'q ekan. Suv qo'shib bersangiz qirqibini ham yurar ekan. Anjon aka deyapti. 3 yil ichida keti yo'g'on bo'ladi guruch deyapti. Mana guruchni zo'ri. Marpakam turishini qarang. Bir tekis, bir sirtma emas, kelidan chiqqan bu.
Ha keleden çıkan deyapsizmi? Barsam gurch otib qopti. Bitta qopda sholi bor ekan. Shu keldan chiqarish kerak desam, meniki buzilib qolgani. Jamol olgansiz keldiga hisoblab qo'ya olasiz. Aytdim. Men so'radim Mahmudga o'tgan safar. O'tgan safar kelarmadingiz. Qani Mahmudjon qani desam, sho'lg'latgani ketgan. Görüşte ham Marif akamga sözünü Marif akamga buyurib qo'ygan joyingizda qolib ketdi-yu aka. Marif akam haqiqatdan so'zni olishga o'tsa, keyin mug'am bo'lib qoldi. Uni deydi, yarim soat kesganman, narxida 1-2 ming farq bo'lar ekan. Undan kesilganini olib qo'yadi. Jamolni shola og'latgani ketgan deyapti. Og'latib keldi. Siz Shohmardan ekansiz. Endi keldingiz a? Mana qo'li bo'sh ekan, o'zi bir shopirib beradi. Bu salohatlarga ishonmayman. Namajon. Oldin bir yaxshi apparatdan qo'yib chiqarib olish kerak edi. Gurchining mazasi yo'q. Ketidan olib chiqyapti. Rastakan menga aytyapti. Hami, ahli bo'lsa bir qora qotirib qiyoq qilyapti. Ahmadjonam ancha hushyorroq qoldi. Endi u qo'l bilan terib bashaq yotmaydi. Asli g'olg'urda o'tkazyapti. Hozirda o'tkazolmaydi, vaqtim bo'lmaydi. Akalarda otasiga iltimos qilib o'zingiz bir yellab berasiz. Mana gurishni tanladik. O'sha lazzaga bo'ladigan bo'ldi. Sabzini Marif akam qilib qilgani bo'lsa ham olib kelyapti. Yo'qdi, kim oladi endi? Raslaka yo'qdi. Hali so'radim, sizdan ham so'rayman. Bu yoqqa qilamizmi, bu yoqqa qilamizmi deyapmi? Bu yoqqa qilayapmi? Bugun harakatga pul beradigan Mansurjonda shu bilan qaysi yoqqa qilishdi. Raslaka. Har kim haqli yo'qni suyadi. Bu yoq emasdan Allohdan qo'rqib qilib qo'ya olasiz. Hozir meditsinadan maqtadi. Faqat tumbaga qilyapti. Bu yaxshi sotilishini deb reklama bo'lgani xolos. Yosh kattalardan so'rang. Mana Ranjir akam bir necha yil Jamoat xo'jaligi rahbari paxta yetishtirgan. Buni yetishtirib bo'yicha oxirga qilganmiz yaxshi. Hali siring ham bo'ladi. Agar ko'nglingiz qo'yga ketgan bo'lsa, paxtani kelib yurasiz. Ketganda lo'ngizga oq paxtaga kizib qo'yamiz. Endi qassoblarda insof bo'lsa qo'shqar dumba olasiz. Qo'shqar dumba qo'y sovlatgini ham qo'shqarniki deb bir borsa, mesela qiynalasizda, og'zingizda to'g'lab qoladi. Sizlar og'izda yaxshi hujum etishgan. Sodiq qilganmiz. Masalan, Marif akam qo'rq sayla olsak. Mayli. Aka men o'tin topib kelaman, qozoningizni osib o'tirib turing. Osib o'tiraversinmi? Sen qozonda osib turavermasan. Men oldin boradi, yoqaman deb. Qozonni ostirib deyapsizmi? Hadi so'raman kerak yerni aka. Apkesangiz o'tiringiz buni o'choq to'g'ri kelmasa bo'ladi. Bundan kelish olyapman Ahmadjon. Agar menga qanchalik qilib o't yoqib yordam beradigan bo'lsa, oxirigacha chidasin. Ikkita o'tin tiqib qo'yib, qizidim deb qochib bormasin. O'tiringiz katta deyapsizmi? Men juda hushyor odamman. U o'chag'am kishini, hozirham kichkina uchun qishda bekor o'tmay katta shaqib qo'yganman. Cho'g'anidagi hamma shug'ullanish kerakda, bitta oshga katta ham kichik ham hamma shunaqa nimasi bor. Baraka. Qozonda hamma havor olib qarashish kerak, yordam berish kerak. Endi siz mana so'zini qo'g'riyapsizlar. Qo'g'ir bilan nima qilyapti? Endi men ham bekor qolmaydi. Qachon o'sha nima o'g'anda damlagani bor qo'ya olaman. Damlagani borib qarashaman deyapsiz-ku, u siz epchilligingizni nazarga olmagan ekanmiz. Men shunga tomli odam ko'p desam, rasakangiz deydi. Nima qilyapsiz? Shoh tashlaydi. Damlayib turganda allangaga yengil o'tin kerak-da. To'g'ri aytyapsiz, shoh tashlayapti. Am qo'g'irsangiz buni kachigar qilmang. Oxirgacha chidamaydi. Yarimga o'rganda chala tashlaydi. Yarim aka, siz o'tin oqtarasiz. Nima o'tin oqtarasiz? Mana Raslaka yaxshilik bir arava o'tin to'kib ketdi. O'shaning ichida mana aytyapti, tanalar ekan u, yarsalar tanamod bir arava ekan. Ichida monodaylar ham borlar, u yoqqa ko'rasan. Rahmat o'tar shunchalik xizmatingga. Shu nimaga savorga yasaqni o'shancha o'tindan pishsan, ichida buni o'shan qo'lay ham bor. O'g'asi ham bor edi.
tanimda ko'rmasa ha shayam bor edi. Shuncha odamlar varsizlar, bu to'nka ko'rmabdi. To'nka bor edi. Ha, aytganlar kelib, men siz jon chaqirsa yorib beradi dedim. Arif akam ancha nozik bo'lib qolibdi-da. O'sha bilan asrayapti-da. Rasul akamga da'vo qilyapti, o'lim tiqmandi. Ama temir o'choq qilgandan beri tili chiqib qoldi-da. Bo'lmasa necha yildan beri yerda qolardi-ya. Bu Rasul aka, menga o'tin urmoqyapti. Osh deydi, o'tinga bog'li deydi. Men bilmasam ekan, bu saksovul. Oshni boshlayveraymi aka? Rasul aka. Qadamlaysiz, mehmonlar. Oldi. Siz ovqat qilyapsiz, mana jamoat savobtasini qilyapti. Bunaqa davay desam, yo'q deydi, uchirib beraman men deydi. Yo'q, terakni shoxiga bo'ladi deydi. Oq terak shoxi yaxshi deydi. Marhagan tanlaydi-da. Uzumni sangi bo'lmaymi, sangi yo'q deydi. Baqallanganda gamlar aqrasan suv chiqib turadi deydi. Shuni tanlab o'rmanglar. Biroz so'ramasa o'sha qaqlayam, bu yoqqa qilayam. Endi osh qilishda ham muloza qilib cho'zvoryapsizlar deydi bir Bahodirjon. Yegan bo'lsalaring cho'ntagi bor deydi. Qaydan topib nima qilganini bilmay qolasiz, yeyishingizni bilasiz xolos dedi. Bo'ldi, yaxshi. Hasret
Illachi zo'r, raqqosa hur. Vah!